Ajnadiyning fatisi. Amr ibn As Hazreti Umarning ta'limoti bo'yicha Ajnadiyga qarab yurish qildi. Bu yer Falug'aga, ya'ni hozirgi Livanda suv arshanglari bilan to'nilgan sayohat yeri bo'lgan yaqin bir yer bo'lib, Falastinga o'tadigan nihoyat muhim strategik o'rin edi. Bu yerda Bizanislarning Artabun ismli bir qo'mondonining boshchiligidagi xeyli cho'ng qo'shini saqlab turadi. Bizanislarning bundan boshqa Ramalla va Qudusdan iborat ikki ayrim rayonidami askariy kuchi bor edi. Amr ibn As orqa tarafdan yordamchi qo'shin yetib kelgandan keyin qo'shinni tangshab Ramalla va Qudusga ma'lum sonda askar avatdi. Ularning bu ikki yerdagi Bizanis qo'shinini avar qilib turish va ularning Artabun qo'shiniga yordam kelishini to'sib turishni ko'zda tutgan edi. Shuncha ko'p tirishchanlik ko'rsatilgan bo'lsa-mu, Ajnadiyning fatisi keyniga surilib ketdi. Bu arada diplomatik ko'rishlarmi quyuqlashib ketdi. Ikki taraf orasida elchilar to'xtamay berib kelib yuradi. Bu ahvol tetik va zerak Amr ibn Asning ko'ngliga faqatli yoqmadi va o'zi bir plan tuzdi. U kimligini yo'chirib, o'zini Amr ibn Asning elchisi qilib ko'rsatib, Artabunning oldiga bormoqchi bo'ldi. Darvaqa shunday qilib Ajnadiyga yetib bordi. Artabunning huzuriga qabul qilindi. Ammo Artabun oldidagi bu kishining Amr ibn Asning dal o'zi ekanligini sezgandek bo'ldi. Uning qarashicha, bu kishi eng bo'lmaganda musulmonlarning hurmatga sazovar yuqori martabali kishisi edi. Artabun o'z-o'ziga "Men har qancha qilsam-mu, musulmonlarga bu odamni o'ltirishdanmi cho'ng ziyon sola olmayman" dedi va bir suiqasd bilan Amr ibn Asni yo'qotmoqchi bo'lib, xos odamlardan birini yeniga chaqirib, uni Amirning qaytish yo'lida bo'ktirma qilib yetishni va Amir qaytganda darhol o'ltirishni buyurdi. Shunday qilganda diplomatik qoidalarga ochiq oshkora xiloflik qilmagan bo'ladi. Ammo Amir o'zining zerak aqli bilan Artabunning yomon niyatini bilib qoldi. U bu ishga qarshi bir hiyla o'ylab chiqish kerak edi. Amr ibn As Artabunning diqqatini o'ziga tortib, "Janoblari, biz bir-birimizning fikrlarini angladik va tushunish hosil qildik. Ammo men Hazrati Umar sana avatgan 10 kishilik hay'atdan biriman. Endi menga ruxsat qilsang, men berib qolgan 9 nafarni olib kelay. Ularmi kelib sening fikrlaringni anglab baqsin. Bu ishni shu yo'l bilan hal qilaylik" dedi. Bu so'zlarni anglagan Artabun bu ishda o'zining cho'qim yutib chiqa oladiganligiga to'liq qanoat hosil qilib, bakmi suyunib ketganligidan bu taklifini darhol qabul qildi va Amirni uzitib qo'yib, ondan bo'ktirmaga yotqizib qo'ygan odamini u yerdan yondirib keldi. Shuning bilan Amr ibn As o'zi uchun planlangan suiqasddan sog'-salomat qutulib qoldi. Artabun bu ishni uqqandan keyin, "Voy esit, bu odam meni aldabdi. Qasam qilamanki, bu odam arablarning eng aqlli ekan" deb qattiq pushaymon qildi. Bu ish Umarning qulqiga yetib borganda ham Amirning aqliga hayron qoldi, ham bu muhim odamini yo'qotib qo'ymaganligi uchun bakmi suyunib, "Yashab ket ey Amir" deb o'zicha uni maqtab ketdi. Keyin Ajnadiyda Yarmuktiga o'xshash musulmonlar bilan Bizanislar orasida qonliq jang yuz berdi. Musulmonlar oxirgi ustunlikni egallab Ajnadiyga besib kirdi va Baytul Maqdisga qarab ilgariladi. Quddusning fatisi. Musulmonlar qo'shini Suriyada Bizanislarning qattiq qarshilik ko'rsatishlariga duch kelyotdi. Shunga ayrim yo'nalishlarda urush qilayotgan musulmonlar qo'shini ba'zida bir yerga yig'ilib birlikda urush qilishga to'g'ri keladi. Masalan, Quddus fatihisidami shunday bo'ldi. Bosh qo'mondan Abu Ubayda Damashqqa Said ibn Zaydni amr qilib tayinlab, Baytul Maqdisni muhosirga elish va xalqini taslim bo'lishga qistash uchun yo'lga chiqdi. Quddus xalqi xalifaning o'zi bilan ko'rishish sharti ostida shaharni musulmonlarga topshiradiganligini aytdi. Abu Ubayda ularning talabini xalifaga yetkazdi. Hazrati Umar avval sahobalar bilan ko'rishib, ularning fikrini olmoqchi bo'ldi. Hazrati Ali xalifaning berishini muvaffaq ko'rdi. Ammo Hazrati Osman bu fikrga qo'shilmadi. Natijada Hazrati Umar Alining fikrini qabul qilib, o'z o'rniga uni naib qilib qo'ygandan keyin yeniga Hazrati Abbosni elib,
Quddusga qarab yo'lga chiqdi. Abu Ubayda, Xolid ibn Valid va Yazid ibn Abu Sufyan qatorliqlar boshchiligidagi qo'mondonlar Jabiya degan yerda Hazrat Umarni kutib oldi. Umar Jabiyadan Baytul Maqdisga yetib bordi va xristianlar bilan kelishdi. Ammo Bizanislarning 3 kun ichida shahardan chiqib ketish shartini qo'shib qo'ydi. Quddus fatih qilingandan keyin Hazrat Umar Masjid-i Aqsoga Payg'ambar alayhisalom Me'roj kechasi kirgan eshikdan kirib, musulmonlar bilan namoz o'qidi. Ondan Qubbatus Sahroga kirdi. Baytul Maqdisning qibla tarafiga masjid soldirdi. Bu hozir Hazrat Umar masjidi deb bilindi. Quddus Taltukus fatih qilingandan keyin har qaysi qo'mondonlar o'zlari aslida urush qilayotgan yo'nalishlarga qarab yurib ketdi. Yemis shahrining 2-chi qitimliq fatihsi. Abu Ubaydaning Yemisga qaytib berishi bilan tang Bizanis qo'shinlari shaharni muhosirga oldi. Jazira xalqimi ularga qaytilgan edi. Jazira hozirgi Turkiyaning Shirnak viloyatiga qarashliq Jizra nohiyasi. Abu Ubayda qo'mondonlik hayatlari bilan shaharning sirtiga chiqib, Bizanislarga qarshi maydon urush qilish yoki shahar ichida turib mudofialanish kerakligi to'g'riliq maslahatlashdi. Hay'atlar mudofialanib turish taklifini berdi. Ammo Abu Ubaydaga yordam berish uchun bir bo'lik askarni boshlab, Qinnasrindan yetib kelgan Xolid shahar sirtiga chiqib, urush fikrida ching turdi. Lekin Abu Ubayda ko'pchilikning fikrini qabul qildi va bu ahvolni xalifaga bildirib qo'yish uchun xabar yo'lladi. Suriyaning musulmonlar tarafidan fatih qilingan har bir shahardagi musulmonlarning kuchi faqat shu yerning tinch amonligini va hukumatni qo'g'dab turishga yetadi. Shunga hammasi o'z ishi bilan mashg'ul edi. Agar yangi fatih qilingan bu shaharlardan Abu Ubaydaga yordamchi qo'shin kelsa, u shaharlarning amonligi buzilib, tartibi qalaymiqallashib ketadi. Uning ustiga u yer bu yerlarda to'plashib olgan Bizans qo'shinlari musulmonlar uchun eng cho'ng xatar hisoblanadi. Musulmon qo'shinning ozlab qolganligini ko'rgan shahar xalqinimi biror chatoq chiqarib qo'ymaydi degili bo'lmaydi. Bu xatarlik vaziyatni ko'z tutgan Hazrat Umar Iroqda turayotgan Said ibn Abu Waqqasga maktub yo'llab, uning qo'l ostidagi Qaqa ibn Amirni darhol Yemisga yordamchi qo'shin qilib avatishini. Undan boshqa Ayyad ibn G'anam qo'mondonligidagi bir bo'lik qo'shinni Bizanislarga yordamchi bo'lishga urinayotgan Jizra xalqining ustiga avatishni buyurdi. Bu buyruqqa binoan Kufadan Qaqa ibn Amir qo'mondonligidagi 4000 kishilik qo'shin Yemisga, Ayyad ibn G'anam qo'mondonligidagi yana bir bo'lik qo'shin Jizraga qarab yo'lga chiqdi. Shuning bilan bir vaqtda Hazrat Umar o'zi shaxsan bir bo'lik askarga qo'mondonlik qilib, Abu Ubaydaga yordam berish uchun Madinadan yo'lga chiqdi. Yemisni qo'rshib olgan Bizans qo'shinlariga yordam berishga uringan Jazira aholisi islom qo'shinlarining o'z yurtlariga yetib borganligini anglab, darhol Yemisni tashlab yurtlariga qaytdi. Buning bilan bir vaqtda Bizans qo'shiniga Hazrat Umarning shaxsan qo'mondonligida bir bo'lik qo'shinning Abu Ubaydaga yordam berish uchun yetib kelayotganligi haqidagi xabar yetkazildi. Bu xabarni anglagan Bizans qo'shini ichidan tugishib ketdi. Kun sari texmo zaiflashga qarab yuzlandi. Bu ahvolni sezgan Xolid ibn Valid amdi sepil sirtiga chiqib, dushmanga hujum qilish taklifini berdi. Uning taklifi qabul qilindi va musulmonlar Alloh taolaning yordami bilan dushmanlarni yengdi. Kufadan yordam kelayotgan Qaqaning qo'shinlari bu vaqtcha tex kelib bo'lolmagan edi. Musulmonlar Yemisda g'alaba qozonib, 3 kun o'tgandan keyin ondan yetib keldi. Bu vaqtda Hazrat Umar Jabiyada bo'lib, urush haqida xabarlarni bu yerdan oldi. Uning qo'l ostidagi askarlarimi bosh jangchilar bilan bir qatorda urush g'animatlaridan o'z nasibalarini oldi. Buningdan boshqa Halab, Menbij va Antakiya xalqlari bilan ittifoq ahdnomasi tuzildi. Jizraning fatihsi. Kufadan yo'lga chiqqan Ayyad ibn G'anam qo'l ostidagi qo'shinni boshlab Jizraga yetib berib, Harran, Raha va Raqqa qatorliq yerlarning aholisi bilan ittifoq ahdnomasi tuzgandan keyin Abu Musa Ash'ariyni Nusaybga, Amir ibn Said ibn Abu Waqqasni Rasul Aynga avatdi. O'zimi Daraga yurish qilib, bu yerni ishg'ol qildi. Dara hozirgi Suriyaning Deyr-ez-Zor viloyati.
Ondan Osman ibn Abul Asni Armeniyaga yo'lladi. Armeniya hozirgi Turkiyadagi Sharqiy Anatoliyaning sharqi janubiy yoki hammasini ko'rsatdi. Arab manbalarida Armeniya, turkcha materiallarda Armaniston deb yoziladi. Osman dastlabda bu yer xalqi bilan urush qildi. Keyin aholi beshiga 1 dinardan jizya to'laydiganga kelishdi. Suriya sahillarining fathisi. Amir ibn Malik Qarqisoni fath qilgandan keyin Hit xalqi bilan ahdlashib jizya to'lashga kelishdi. Bu vaqtlarda Yazid ibn Abu Sufyan inisi Muaviyani qo'shin turshavullarga boshchi qilib Suriya sahillari, ya'ni hozirgi Livan tuproqlariga avatdi. U bosh qo'mondon Abu Ubaydaning amri bilan Oq dengiz sahillardagi Sur, Sayda, Beyrut, Arka va Trablus qatorliq yerlarni fath qildi. Shuning bilan Suriyaning butun zimini musulmonlarning qo'liga o'tgan bo'ldi. Afsuslanarligi shuki, musulmonlar buncha fathlarni amalga oshirish jarayonida nihoyat cho'ng bir xatolik o'tkazdi. Ya'ni musulmonlar fath qilib bo'lgan yerlarni bir boshdan to'liq tozalab chiqmadi. Ular keyingi kunlarda bu yerlardan birlarining o'zlariga qarshi chiqib, Suriyani takror musulmonlarning qo'lidan tortib olish ko'yida yurgan Bizanslarga yordamchi bo'ladigan kishilarni tepib chiqib, talto'kis yo'qotolmadi. Musulmonlar bu yerlarni o'zlari uchun hokimiyat va kuch markazi bo'lib qolaverdi deb o'ylashdi. Chunki bundan burun ko'rib o'tganimizdek, musulmonlar avval ikki qismlarning fathisi bilan mashg'ul bo'lgan edi. Bu yerlar ularning eng asosli harakat yo'linishi bo'lib, Madina bilan aloqalashishimi oson edi. Ishning ajablanarli tarafi shuki, musulmonlar bosh qo'mondonlarining amiri bilan dengiz qirg'oqlariga Bizanslarning bir munchilagan kema va armiyasi bo'lgan Livandan har doim yiroq turishga tirishdi. Dal shu chog'larda Bizans dengiz armiyasi bu sahillarda aylanib yuradi. Ammo musulmonlarning qo'lida texi dengiz armiyasi yo'q edi. Musulmonlarning hammasi cho'lda yashag'achqa, ko'pinchisi texi dengizni ko'rib boqmagan edi. Hazrat Umarmo shundoq dengiz ko'rib boqmaganlardan biri edi. Shuning bilan birga bu sahillarning yerim oroldagi tog'liq rayonlarini o'z kontroliga olmay, faqat to'piliklarning atrofini muhosiraga elish bilanla bo'ldi qildi. Musulmonlar bu yerlardagi nopostning shalonligiga qarab, ulardan o'zlariga hech qanday qiyin xatar kelmaydiganligiga va ularning hukmiga majburiy bo'yin egadiganligiga to'liq ishongachga ko'ngillarida hech qanday andisha tuyg'usi yo'q edi. Uning ustiga bu yerlarning aholisi bakmi yo'qsul, zaminlari unumsiz edi. Bu xatolik Andalus fathisidami o'tkazildi. Bu yerdami tog'liq rayon xalqlari musulmonlarning beshiga eng cho'ng balo qazo bo'lib, uzun mezgil hokimiyat surib kelgan musulmonlarni butunlay terparang qilibdi. Suriya sahillari bo'lgan Livandagi mana bu xatoliklarning dardini toki bugungi kunlargacha tortmoqdamiz. Islom fatih harakatlari davomlashayotgan u kunlarda Bizanslarning sahillardagi qo'shinlarni ko'rgan Livanning tog'liq aholilari darhol ularga qitilib yordamlashishga boshladi. Mana shu sababdan Bizansliklar bu yerda jiddiy ehtiyojli paytlarda darhol chaqirib kela oladigan bir qo'shinning borligini hisobga olib, o'zlarining bu tuproqlarni cho'qim qaytarib olish umidida yurgan edi. Rumliklar o'z hisobiga kirgizib qo'ygan yana bir kuch bor bo'lib, bu islom qo'shinlari Bizanslarni Suriyadan qo'g'lab chiqarganda Bizanslarning ittifoqdoshlari, shundaqla xristianlashgan G'assan, Tanu, Ayat, Lahim, Juzam, Amila, Qinda, Qays va Qinana qatorliq qabilalarmi bu tuproqlardan chekindi. Bu qabilalar Bizanslarning bu tuproqlarni shundaqla tashlab qo'ymaydiganligini, balki bir kunlari cho'qim qaytirib oladiganligini o'ylab yuradi. Bu yerlarda bu qabilalarning muhim o'rinlari va bir munchilagan haqam soyillarmi bor edi. Mana bu omillar Bizanslarning bu tuproqlarga qayta kirish jasorati va umidini oshirib turadi. Darvaqa ma'lum mazgil o'tgandan keyin Bizanslar Livan sahillarining bir qismini qayta egallab oldi. Ammo ko'p o'tmay yana qo'g'landi. Musulmonlarning Jurjumlardan
askeri ishlarda foydalanmoqchi bo'lishi musulmonlarning bu vaqtda o'tkazgan yana bir xatoligi bo'lib hisoblanadi. Jurjumlar Jurjuma deb atiladigan bir yerga joylashgan bo'lib, bu yer Antakiyaning shimolidagi Amanus tog'ining yanidagi bir shahar edi. Bu yerda Jurjumlarning bir davlati bor bo'lib, poytaxti Marash edi. Bular Hititlarning keyingi nasllari deb faraz qilinadi. Antakiyaliklar Suriyaning fath qilguvchisi bo'lgan va musulmonlar qo'shinining bosh qo'mondoni Abu Ubayda ibn Amir al-Jarroh bilan tinchlik ahdnomasi tuzmoqchi bo'ldi. Bundan xabar topgan Jurjumlar aloqazada bo'lib, Bizans tuproqlariga ko'chishga boshladi. Ammo musulmonlar bu ishga bek musal qardi. Oradan ko'p o'tmay Antakiyaliklar ahdnomiga xiloflik qildi. Shuning bilan musulmonlar bu shaharni ikkinchi qatim fath qilishga majbur bo'ldi. Abu Ubayda Jurjumlarga qarshi yurish qilishga tayyorlangan Habib ibn Maslamani bu yerga amir qilib tayinladi. Jurjumlarga kelsak, ular pat-pat maydonini o'zgartib, o'z manfaatlariga qarab yo'l tutdi. Masalan, musulmonlarning kuchlanib ketganligini ko'rsa, musulmonlarga, ustunlik Bizanslarning qo'liga o'tib ketgan chaqlarda Bizanslarga yordam qildi. Bu ahvol Bizanslarni umidlantirib, Suriyani qaytarib olish jasoratini texmo oshirib o'tdi. Shuni ko'rib olishga bo'ladiki, bu mezgillarda musulmonlarning askarga ehtiyoji bor edi. Ular Jurjumlarning askariy tarbiya ko'rgan, urushga mohir ekanligini ko'rib ketgachga, ulardan askariy yordam olmoqchi va foydalanmoqchi bo'ldi. Lekin ular haqiqiy iymon etmaganligi uchun ishonishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki ular faqat o'z manfaatlarini o'ylaydi. Shunga ular ba'zi durumliqlarga bo'lishsa, ba'zida mavqesini butunlay o'zgartib, musulmonlar tarafda turadi. Bu yerlar musulmonlar tarafidan fath qilingandan keyin Jurjumlar parchalanib, atrofdagi tog'liq rayonlarga tarqalib ketdi. Ammo ular davlat va keyingi nasllar uchun yanada eng chong xatar bo'lib keldi. Ular toki hozirgi zamonga qadar bir yurish ajoyib e'tiqodlar bilan yashab kelmoqda. Muallif bu yerda Dorozlar, Maroniylar va Nusayriylarga o'xshash har xil din va firqalarga mansub kichik millatlarni ko'zda tutmoqda. Misrning fathi. Suriya taltukuz fath qilindi. Amir ibn As Falastinni islom tuproqlariga qatgandan keyin Misrga yurish qilish uchun Hazrat Umardan ijozat so'radi. Hazrat Umar uningga ijozat berish bilan birga Zubayr ibn Avvam qo'mondonligidagi bir bo'lik askarni uning orqasidan yordamchi qo'shin qilib avatdi. Bu qo'shinda Zubayrdan boshqa Bashir ibn Artara, Xarija ibn Xuzafa va Umayr ibn Vahb al-Jahmi qatorli qo'mondonlarmi bor edi. Ikki taraf cho'nglari avval ko'rishish uchun Misrning kirish eg'izlarida uchrashdi. Misr hukumatiga vakolatan Abu Maryam ismli bir mas'ul xodim bilan Abu Miyam ismli bir pop musulmonlar bilan ko'rishish uchun kelgan edi. Bularni Misr podshohi yoki Rim imperiyasining Misr o'lkasidagi vakili Muqawqis Iskandariyadan avatgan edi. Amir ibn As ularning 3 kun ichida musulmon bo'lish, jizya to'lash yoki urushish qatorliq 3 ishdan birini tanlash kerakligini aytdi. Misr vakillari uningdan muhlatni uzartib berishni talab qildi. Amir vaqtni faqat bir kunla uzartib berdi. Misrliklar musulmon bo'lishni yoki jizya to'lashni qabul qilmadi. Ikki taraf orasida urush boshlandi. Misrliklar yengilib, bak ko'p chiqimga uchradi. Bu urushda o'lganlardan biri Suriyadan Misrga qochgan va Misrliklarni musulmonlar bilan urushga kuch kiritgan Bizanslarning mashhur qo'mondoni Artabun edi. Musulmonlar Ayn Shamsni muhosirga oldi. Zubayr ibn Avvam sepilga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Zubayrning sepilga chiqqanligini ko'rgan xalq aloqazoda bo'lishib, Amir ibn As kirishga urinayotgan darvoza tarafga qarab qochishga boshladi. Ammo Zubayr ko'p o'tmay shaharga besib kirib, Amir kirmoqchi bo'layotgan darvozaga yetib keldi. Xalq ilojsizlikdan Amir bilan tinchlik ahdnomasi tuzishga majbur bo'ldi. Ahdnomiga Zubayr imzo qo'ydi. Bu vaqadan keyin butun Misr xalqi musulmonlarga taslim bo'lib, tinchlik ahdnomasi tuzishga majbur bo'ldi.
Chunki Ayn Shams atrofiga avatilgan Abdullah ibn Xuzafa Fustattikiga o'xshash bu yerlarni va atrof yezlarni o'z hokimiyatiga kirgizib, ular bilan tinchlik ahdnomasi tuzib bo'lgan edi. Bu yer fatih qilinib bo'lgandan keyin Amr ibn As Muqawqis turayotgan Iskandariyaga bir bo'lik askarni avatdi. Musulmonlarning shaharni qo'rshovga elishi bilan Muqawqis chorasizlikdan jizya to'lash shartini qabul qilib ahdlashdi. Amr ibn As bu yerga Abdullah ibn Xuzafani amr qilib tayinladi. Amr ibn Asning qarorgohi qurilgan yerga Fustat shahri barpo qilindi. Amr ibn Asning chidiri qurilgan yerga jamia. Bu jamia uning ismi bilan atilib kelmoqda. Uning atrofiga uylar selinish orqali Fustat shahri bitirildi. Bu yerning fatihsidan keyin Amr ibn As xalifaning amri bo'yicha Abdullah ibn Abu Sarh boshchiligidagi qo'shinni Said rayoniga avatdi. Abdullah bu yerni fatih qilgandan keyin o'zi shu yerning idoriy ishlariga mas'ul bo'ldi. Amr yana Xarija ibn Xuzafani Fayyum va uning atrofiga, Umayr ibn Vahb al-Jimhini Dimyatga avatdi. Xarija Fayyumni ishg'ol qildi. Umayrmu Dimyatni fatih qilgandan keyin yerli xalq bilan tinchlik ahdnomasi tuzdi. Misr fatih qilinib bo'lgandan keyin Amr ibn As g'arbga qarab ilgirlab, avval Barqani ishg'ol qildi va xalqi bilan ahdnoma tuzdi. Zuvayla tarafga avatgan Uqba ibn Nafimu u yerlarni fatih qilgandan keyin An-Nawba tarafga qarab yurib ketdi. Amr ibn As Trablusni, ya'ni Liviyaning hozirgi poytaxti Beyrutning o'rnini bir oy muosirga oldi va u yerni ishg'ol qilib bo'libla Sabrata va Shurus shaharlarini qo'lga kirgizdi. Ammo xalifa uningga maktub yo'llab, g'arbga qarab davomli ilgirlashini to'sdi.